Pirvon O'zbekistonjon. Mana nimada kapada ushlab, mana shuni yeb, sizni haqqingizga duo qilib o'tiribman bolam. Sizga o'xshagan jamiki saxovatli yigit-qizlarga, ayol yigitlarga omad bersin. Sizlarga ham Xudoyo tomonidan umra hajlar nasib qilsin. Topganlaringiz faqat umra hajlarga yetsin. Ilohim shunday onlarni yopib, savobli ishlarni qilyapsiz. Rahmat o'g'lim qilgan savobli ishlaringizga. Endi so'z ojiz qilgan saxovatli ishlaring, mehnatlaringga ilohim Allohim bu dunyo nima niyatingiz nimasi bo'lsa, yaxshilik jannati bo'lsa sizlarga buyursin ilohim. Duodaman. Ona o'rgatsinlar bizga qilgan, bitqizgan kunlaringni Alloh behisob to'ldirsin. Bundan shirin bo'lib ko'raylik, yaxshi bo'laylik, kapalarga kelinglar, kapalardan ilohim nonday serob bo'ling, hayotiy baxtli omad nonday serob bo'lsin bolam. Mana hammaga tarqatdim jon, bolalarim rozi bo'linglar bergan tuzlingga. Men o'lguncha ikki dunyo duodaman ilohim. Yaxshilikda ko'rishib ilohim bundanda tovutkashim sizlar, tovutkashim bolam. O'g'lim bo'lmasa ham sizlar o'g'illarim saxovatli.